Assalomu alaykum hurmatli muxlis, hurmatli kanalimiz obunachilari va albatta endigina kanalimizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar. Do'stlar, navbatdagi videoga xush kelibsiz. Bugun siz azizlarning e'tiboringizga kovul yoki kavar dorivor o'simligi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Video avvalida kanalimizga obuna bo'lishingizni va ko'proq like bosib, ushbu videoni ommalashtirishda o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Demak, videoroligimizni boshladik. Cho'l va adirlarda, yo'l bo'ylarida, devor ustida, ekinlar orasida o'sadigan kovul ko'p urug'li rezavor bo'lib, mevalari etdor, uzunligi 2 sm ga boradi. Iyul-avgust oylarida urug'lari pishadi. Bu dorivor o'simlikning mevalari tarkibida saponinlar, alkaloidlar, 32.9% uglevodlar, 150 mg askorbin kislota, 3.75% moy, ildiz po'stlog'ida stahidrin alkaloidi mavjud. Kovul yoki kavar o'simligi tabiiy holda O'rta Yer dengizi, Yevropa janubida, Kavkazda, O'rta Osiyoda, shu jumladan Pokistonda, O'zbekistonda, Hindistonda tarqalgan. Bu o'simlik Fransiya, Ispaniya, Italiya, Jazoir hamda Kiprda, Gretsiya va Shimoliy Amerikada madaniylashtirilgan bo'lib, landshaftlarning bezagi hisoblanadi. O'simlikning nomi Erondagi dasht Kavr cho'li bilan bog'liq holda atalgan. Chunki kovul bu hududlarda eng ko'p uchraydigan o'simlik sifatida ajralib turadi. Kovul dorivor o'simlik bo'lishi bilan bir qatorda oziq-ovqatda ham ishlatiladi. Kovulning g'unchali novdalari, g'unchalari, rivojlanayotgan mevalari sirka kislotasida marinovat qilinadi hamda oziq-ovqatda kaperslar nomi bilan mashhur dori-darmon ko'rinishida foydalaniladi. Hindular kovulni kobra, kabra yoki kabbara nomlari bilan atashadi hamda o'simlik organlari qo'shib tayyorlangan oziq-ovqatlarni yoqtirib iste'mol qilishadi. Tabobatda pishgan mevasi, barglari, novda va ildiz po'stlog'i ishlatiladi. May-avgust oylarida ochilmagan g'unchalari, barglari terib olinadi. Shu bilan birga yosh, yog'ochlasha boshlangan novdalari va ildizining po'stlog'i shilib olinadi, maydalanadi hamda quyoshda yoki 50-60 gradus haroratda quritiladi. Kovulning ishlatilishi quyidagicha. Po'stlog'idan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi ta'sirga ega. Xalq tabobatida yiringli yaralarni davolash uchun ishlatiladi. Yangi shilingan po'stlog'i og'rigan tishga bosilganda ijobiy natija beradi. Ba'zan ochiq yiringli yaralarga qo'yilganda antiseptik ta'sir qiladi. Bundan tashqari, o'simlikdan stenokardiyada, tireotoksikoz, gemoroyda, qandli diabet kasalligini davolashda ham foydalaniladi. Ildiz po'stlog'idan nastoyka tayyorlash uchun 20 gram shilib olingan po'stlog' ustiga yarim litr qaynagan suv quyiladi. 1-2 soat davomida tindiriladi. Kuniga 3 mahal ovqatdan oldin yarim stakandan ichiladi. Stenokardiya sariq kasalligida quritilgan ildiz po'stlog'idan 2 choy qoshiq olinib, ustiga 1 stakan suv quyiladi hamda past olovda 10-15 minut qaynatiladi. Sovutilgan qaynatmasi kuniga 3 mahal 1 osh qoshiqdan ichiladi. Teri kasalligida quritilgan ildiz po'stlog'idan 2 choy qoshiq olinib, ustiga 1 stakan suv quyiladi hamda past olovda 10-15 minut qaynatiladi. Sovutilgan qaynatmasi bilan kasallangan teri tez-tez artiladi. Tireotoksikoz gemoroyda quritilgan mevalardan 1 choy qoshiq olinib, ustiga 200 ml suv quyiladi hamda 3-4 minut qaynatiladi. Sovutilgan qaynatmasi kuniga 3 mahal ovqatdan oldin 1-2 osh qoshiqdan ichiladi. Qandli diabet kasalligida quritib maydalangan novda va barglardan 1 osh qoshiq olinib, ustiga 200 ml suv quyiladi hamda 4-5 minut qaynatiladi. Sovigan qaynatmasi kuniga 3-4 mahal 2 osh qoshiqdan ichiladi.
Do'stlar, agar videorolik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishingizni va ko'proq like bosishingizni so'raymiz. Bu bilan siz kamtarona mehnatimizni yuqori baholagan hisoblanasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.